Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan adenium gulining parvarishi haqida batafsil gaplashamiz. Adenium gulining tuprog'i yengil bo'lishi kerak, suvni va havoni yaxshi o'tkazadigan tuproq bo'lishi kerak. Eng zo'r universal tuproqni olib, tarkibiga ozgina qum, 10% va pishgan g'isht maydalanganidan 10% perlit, 10% vermikulitdan 10% solib ishlatilsa bo'ladi. Sukulentlar uchun tayyor tuproqni ham ishlatsa bo'ladi. Adenium guli uchun tuvagi iloji boricha kichkina bo'lishi kerak. Ildizi tuvakdan siqilib turishi kerak bo'ladi. Joy esa yorug' va quyoshli joylarni yaxshi ko'radi. Faqat yozda kuchli quyoshdan ehtiyot qilish kerak bo'ladi. Harorati esa xona harorati +20–+30 gradusda bo'ladi. +35 gradus baland bo'lsa, bu gul o'sishga qiynalib qolishi mumkin. Qishda esa +15 gradusdan past bo'lmasligi lozim. Aks holda gulni sovuq urishi kuzatiladi. Adenium gulining sug'orilishi. Bu sukulent o'simlik bo'lgani uchun suvni ehtiyotlik bilan qo'yish kerak bo'ladi. Eng zo'r usuli tuprog'i yarmigacha quriganidan keyin yaxshilab suv qo'yish kerak bo'ladi. Qishda esa tuprog'ini oxirigacha quritib, keyin suv qo'yish kerak bo'ladi. Adenium guli uchun namlik, havo namligi 30–40% bo'ladi. Gullashi esa 2–3 yilda adenium gullashni boshlaydi. Gullash davri bahordan to kech kuzgacha agarda parvarishi yaxshi bo'lsa. Uyqu davri esa yaqqol uyqu davri yo'q, sharoit ham, ehtimol ham shart emas. Qishda harorat +15 gradus bo'lsa uyquga ketadi va barglarini to'kib tashlaydi. Barg to'kishi bu oddiy hol hisoblanadi, faqatgina uyqu davrida. Adeniumni kesishda esa zo'r shoxlashi uchun o'sish nuqtasini kesib turish kerak bo'ladi. Asosan urug'idan ko'paytirganda bu juda ham muhim hisoblanadi. Tuproq almashtirish esa kichkina o'simliklarni har yili, katta o'simliklarni 2–3 yilda bir marta almashtirsa ham bo'ladi. Tuvak almashtirishda eski tuvakdan 2–3 cm kattaroq bo'lsa bo'ladi, faqat zarurat bo'lsa almashtirish kerak. Asosan adenium gulining tuvagida ildizlari siqilib tursa, gul yaxshi o'sadi va gullashi tez bo'ladi. Adenium uchun zararkunandalardan asosan o'rgimchak kana, unsimon qurt yopishadi. Chirishi esa chirishga moyilligi kuchli, asosan ko'p suv qo'yishdan chiraydi. Shuning uchun sug'orishda e'tiborli bo'ling. Yoz oylari tuprog'ini yarmigacha quriganidan so'ng, qish oylari esa deyarli tuprog'i butun oxirigacha quriganidan so'ng sug'oriladi. Adenium gulining parvarishida eng asosiy maslahatlarni aytib o'tamiz. Eng asosiy qiyinchiliklarda to'g'ri suv qo'yish hisoblanadi. Bu sukulent o'simlik va shunga yarasha kam suv talab qiladi. Tuprog'i juda ham quruq ketmasligi kerak va har doim ho'l bo'lib turmasligi kerak. Eng zo'ri bitta yaxshilab suv qo'yish kerak va keyingi tuprog'i yarmigacha quriganda yana yaxshilab suv qo'yish kerak bo'ladi. Tuprog'i qumli, toshli bo'lishi kerak, suvni tez o'tkazadigan bo'lishi kerak. Sukulentlar uchun tuproq juda ham muhim. Yorug' joyda turishi kerak, quyoshni ham me'yorda yaxshi ko'radi, yorug'lik juda ham muhim. Tuvagi kichkina bo'lishi kerak, juda ham katta tuvak aslo mumkin emas. Bu asosiy parvarishda e'tibor beriladigan jihatlari. Adenium gulining zo'r gullashi uchun esa kamida 2–3 yillik bo'lishi kerak. Urug'idan chiqazganda 2–3 yilda gullashni boshlaydi. Ko'p yorug'lik kerak bo'ladi. Bizlarning iqlimda bu muammo emas. Fosfor va kaliyga boy oziqalar ishlatilishi kerak. Misol uchun 0–50–50 kabi oziqalardan bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.